Azizlar, sizlar bilan navbatdagi eng qiziq mavzularimizdan biri uyqu fiziologiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, har bir tungi uyqu bizda 4 ta 6 ta siklga bo'linadi va har bir siklning davom etish vaqti taxminan 90 daqiqani tashkil etadi va har bir sikl ikkita asosiy bosqichdan iborat. Va birinchi bosqich qanaqa bosqich? Birinchi bosqich bu non-rapid eye movement, ya'ni o'sha sekin tez bo'lmagan ya'ni tez bo'lmagan ko'z harakatli bosqich, ya'ni sekin ko'z harakatli bosqichi. Ikkinchisi rapid eye movement, ya'ni tez ko'z harakatli bosqich bo'ladi va o'sha tun davomida rapid eye movement sleepni davomiyligi oshib boradi. Bu o'zi uyqu sikllari, uyqu bosqichlari sirkadian ritm orqali boshqariladi va u supraxiazmatik nukleusda, ya'ni supraxiazmatik yadrolarida joylashgan. Har bir kechada, ya'ni har bir tunda yorug'lik kamayishligi, ya'ni misol uchun chiroqlarning o'chirishligi supraxiazmatik nukleus aktivligini kamaytiradi va bu superior cervical gangliondan norepinefrinning ajralib chiqishligini oshiradi. Va bu o'z navbatida pineal glanddan melatonin sintezini kuchaytirib, uyquga sabab bo'ladi. Egida yozib olinganda uyqu payti asosan alfa, teta, sleep spinal, delta, beta kabi tushlar aniqlanadi. Bu yerda mnemonikasi keltirilgan. Demak, uyg'oqlik fazasi. Uyg'oqlikda odam hushyor bo'ladi va aktiv mental concentrationga ega bo'ladi. Ya'ni mental aqliy qobiliyati, konsentratsiyasi yaxshi bo'ladi. Ko'zlar ochiq paytda albatta bizda shu beta to'lqinlari aniqlanadi. Beta to'lqinlarining xususiyati ular yuqori chastotaga va past amplitudaga ega bo'ladi. Chastota deganda tishalarning bir-biriga juda yaqin kelishligi. Bu frekansiyani beradi. Biz chastotani va amplituda deganda ularning baland bo'lib kelishligi, misol uchun qancha baland bo'lsa, shuncha yuqori amplitudaga ega bo'ladi. Va ko'zlar yopiq paytda bizda alfa to'lqinlari, alfa tishalari aniqlanadi. Va ana ketdi. Endi birinchi uyqu bosqichi bu non-rapid eye movement sleep. O'zining kichkina bosqichlari bor va bu stage 1, stage N1, stage N2, stage N3 va eng qisqa davom etadigani bu N1. Bu yengil uyqu payti. Bunda teta wave'lar, teta to'lqinlari aniqlanadi va mana bu rasmga qarasalaring, mana to'rt burchakka olganim bu teta to'lqinlari. Ya'ni amplituda, ya'ni balandlik, to'lqinlarda balandligi uncha o'zgarmagan bo'lsa-da, lekin chastotasi kamaygan. Ya'ni tishlarning bir-biriga o'sha masofasi uzoqlashgan. Hosil bo'lish masofasi. Keyingi bosqich bu stage N2 bosqichi va u 45% ni tashkil etadi. U chuqurroq uyqu hisoblanadi. Birinchi uyqu fazi o'sha stage N1 ga nisbatan. Va bunda sleep spindles va K komplekslari hosil bo'ladi. Spindle tarjimasi bu g'altak, urchuq degan ma'noni beradi, ya'ni ipni o'raydigan narsa. Va mana shu tishni ko'rsalaring, agar sizlar egida, ya'ni bu sleep spindle deb nomlanadi va non-rapid eye movement sleepning N2 bosqichida namoyon bo'ladi, plus K kompleks bilan birga. Mana amplituda yuqori, balandlik va chastotasi kamroq bo'ladi. Keyingi bosqich bu stage N3 bosqichi. Non-rapid eye movement bosqichidagi eng chuqur uyqu hisoblanadi. Bunda delta to'lqinlari aniqlanadi. Delta to'lqinlarini mana bu yerda ko'rish mumkin va uning delta to'lqinlarining xususiyati eng past chastotaga hamda eng yuqori amplitudaga ega. Ya'ni beta to'lqinlarini teskarisi bu delta to'lqinlari hisoblanadi. Bu paytda o'sha kech payt siyib qo'yishlik, ya'ni to'shagini qo'l qilib qo'yishligi va uyqudagi yurib chiqishliklar va tungi dahshatlar sodir bo'lishi mumkin. Va bizda uyquning ikkinchi bosqichi non-rapid eye movement bosqichi hisoblanadi va bunda muskullar atoniyaga ega bo'ladi. Diafragma va ekstraokulyar muskullardan tashqari, ya'ni atoniya tonuslarning yo'qolishligi, ya'ni bo'shashib qoladi muskullar. Va bu paytda
bizni bosh miyamizni kislorodga bo'lgan ehtiyoji oshadi, pulsimiz va qon bosimimiz o'zgaruvchan bo'lib keladi, ya'ni variable. Qachon biz shu tush ko'rayotganimizda, tungi o'sha qo'rquvli tushlarni ko'rayotganimizda yoki o'sha penil va klitorda o'sha qon bilan to'lib shishi bo'lgan paytda o'sha aynan rapid eye movement bosqichi bo'larkan. Keyingi o'sha rapid eye movement sleepning buzilishi bilan kechadigan kasalligimiz bor bizda. Biz yuqorida aytib o'tdik, rapid eye movement sleepda bosqichda atoniya bo'ladi muskullarda va mana shu atoniyani yo'qolishligi, ya'ni muskullar shu bosqichda tonusli bo'lib qolishligi bu rapid eye movement sleep behavior disorder hisoblanadi va odam tush ko'rayotganda tushidagi harakatlarni o'ngida ham bajaradi va gapirib qichqirishi ham mumkin. O'sha tushda nimani ko'rayotgan, tushida nima deyotgan bo'lsa, o'ngida ham gapiradi. Va bu o'sha most commonly associated odatda bog'langan bo'ladi. Ya'ni odatda shu Lewy body dementia yoki Parkinson kasalligida uchraydi bu. Va bizda uyquni arxitekturasiga shu buzilishiga sabab bo'ladigan ma'lum bir faktorlarimiz bor. Bu alkogol, benzodiazepin, barbituratlar. Bular shu non-rapid eye movement sleep'da eng 3 fazasini va rapid eye movement sleep'ning o'sha davomiyligini pasaytiradi. Lekin benzodiazepinlar shu useful hisoblanadi uyquda yurib ketishlarga va kechki qo'rquvlar uchun. Va bizda yoshning oshib borishligi xuddi shu N3 bilan rapid eye movement sleep'ning davomiyligini kamaytiradi. Va haligi sleep onset latency degani bu taxminan odatda 20 daqiqalar davom etadi ko'pchilikda va ana o'sha uyg'oqlikdan uyquga ketgungacha bo'lgan faza. Mana shu uyg'oqlikdan uyquga ketgungacha fazaning oshib ketishligi yosh o'tgan sari kuzatiladi. Ya'ni ancha-munchaga tez uxlolmaydi va ertalab uyg'onib ketadi. Early morning awakening, ya'ni ertalabda uyg'onib ketadi. Va depressiya ham shu N3 ning davomiyligini pasaytiradi. Rapid eye movement sleep'ning davomiyligini oshiradi. Va rapid eye movement sleep'ni latencyligini kamaytiradi. Va o'sha depressiya bizga bir narsa sabab bo'ladi. Hali kasallar qancha ko'p depressiyaga tushsa, shuncha ko'p kech payt uyg'onib ketaveradi depressiya tufayli. Va bular ham early morning awakening, ya'ni ertalab sahar turib ketadi. Bu shu uyqusizlikning o'sha terminal insomniya deb ataladi, terminal bosqich hisoblanadi. Narkolepsiya ham bizda rapid eye movement sleep'ning latentligini pasaytirib yuboradi. Azizlar, sizlar bilan gaplashib o'tadigan mavzumiz shu edi. Albatta xato, kamchiliklar, texnik nosozliklar uchun uzr so'raymiz. Bizni kuzatishda davom eting.